Belancha yasayamiz. To'rga to'rt profillarni 1 metrdan kesib oldik. Mana oyoq qismi 90 cm 30 gradusdan qilib kesib olganmiz ikili uchun. 9 cm-dan ikili uchun 30 gradusdan qilib kesib olganmiz. Mana bu holatda asosiy qismi mana. Düz, las, güzel mi? Bunu ona ortaya koyup şart yapıyoruz. Bunu ölçüp tutmayalım. Bunun sebebi yaxshi o'rnashsin. Buni tagini ayollarimiz shu shipirganda tozalash qulay bo'lishi uchun sal balandroq qilamiz yerni. Oyoqlarni o'rtaga qo'yib parkka qo'yib oldik. Birinchi oyog'i, ikkinchi oyog'i. Tegimizni yon qismidagi turbasi 20 lik turba. Buni bukkamiz. 180 190 atrofida qilib kesib olasizlar. Mana shunaqa qattiq temir bor edi, baraman yoniga turgan razmerni qoldirib bunda bukkamiz. Aylantiramiz shu holatga kelgan. Belanchigimiz yon taraflari bir xil chiqishi uchun mana listga o'zimiz qolib yasab olganmiz. Har safar o'lchamaslik uchun bir xil chiqish uchun 56 cm-dan kesib olgan turbamiz. Mana bu yerga yuqtirib. Bu yerga bitta. Mana bu yerga bitta mana. Shu yerdan ozgina kesiladi. Mana shu holatda bo'ladi. Oshig'ini kesib tashlaymiz. Turbamizni shuni ozgina kesib olamiz.
ozgina terib oldik. Yon tarafini 1 metr qildik. Kengligi 55 bo'ldi. Turbalarni 33 santimetrdan kesib oldik. Shuni bunaqa kesib chiqish kerak. Oraga qo'yganimiz chiroq chiqadi. Mana har bir turbani soatga qo'yamiz. Shu belanchagimizni tebranish uchun pachimlik qo'yamiz. Stanasi qalin turbadan pachimlikka moslab kesib oldik. Pachimlik mana necha mana shu pachimlikdan qo'yamiz. Рабочий qo'ymaymiz, yangi qo'yamiz. Pachimlikni razmeriga moslab turbani ozgina kichraytiramiz. Kesib turib, kichraytirib mana shu holatga olib kelamiz. Soatga qo'ydim. Issiq. Mana kesib turib, sal kichraytirganmiz, teskada qisib turib. Endi buni bunday qo'yamiz. Mana belanchagimizni ancha qisman terib oldik. Soatga ishlar tugadi deb qoldi. Mana shu pachimligini olib qo'ydik. Pachimligini shu uch joyidan chiqib ketmasligi uchun ilintirib qo'yamiz. Qachondir o'lsa almashtirish uchun tebranishlar yengil bo'ldi. Belanchagini 1 metr qilganmiz. Balaligini 33 santimetr qilganmiz. Mana yon tarafi 15 lik turba, bu 20 lik turba. Yani yon tomoniga 15 lik turba qo'yganmiz. Buni oralari 10 santimetrdan, bag'lari 12,5 santimetrdan to'g'ri qo'ydik. 2,5 santimetrdan. Buni oyoqlari ajradi. Mana bo'lgan yechgandan keyin tepasidagi dugasi olinadi. Mana mana turbani kirgizib qo'yganmiz. Bunda 12 santimetrdan 15 turba kirgizib qo'yganmiz va samarali urib qo'yiladi. Shu uzoq joylarga olib ketganda qiyin bo'lmasligi uchun oyoqlarni ajraydigan qilib sabirchamlashtirish maqsadida qilganmiz. Aytganda aboyni qo'yganmiz. Pachimligini o'ziga qilsak ko'chib ketish xavfi bor. Yaxshilab soatga qo'yganmiz. Narxlari 1 million belanchagimizga tayyorlaganmiz. Ba'zi shu 1,20 ga bering deyishadi. 1,20 ga beramiz. Oldingi videolarda ham aytganmiz, mana ikkala o'ng va chap tomonini tikkachasiga qo'yganmiz, old orqasini ko'ndalang qo'yganmiz. Turbasini sababi bola oyog'ini chiqarib olganda tikkachasiga qo'ysak qisilishi mumkin. Shuning uchun mana ko'ndalang qo'yganmiz. Masalan, bola oyog'ini chiqarib olgan taqdirda ham qismaydi mana. Shuning uchun orqa oldini o'rtaga qo'yganmiz turbalar. Hech qanaqa ovozi yo'q, chillagan ovozi yo'q. Mana belanchagimizni kraskalarini ham tugatib oldik. Shu holatda tayyor bo'ldi. Endi yasamoqchi bo'lsa, aniq maslahatli kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar.
etadigan ishlari yengil bo'ldi.